Savolimizga to'g'ri javob bering va boshqacha reklama markazi tomonidan sovg'aga ega bo'ling. Inson qachon kam uxlaydi? Menimcha ko'proq uxlagan bo'lsa kerak. Jigarim, bu narsa o'zingizda bor. Hop. Lekin boshqalar ko'proq foydalanadi. Nima? Nima desa bo'ladi? Telefon deylik. Bu narsa sizda bor. Lekin sizdan ko'ra boshqalar ko'proq foydalanadi. Nima? Bu narsa menda ham bor. Lekin mendan boshqa ko'proq odam foydalanadi. Kuchmasmiki? Manni qilib bo'ladi-da. Hop. Qachon ko'p uxlayman rostdan. Qachon kam uxlaysiz? Ishim ko'p bo'lgan. Yo. Telefon. Yo. Telefon o'zingizdan boshqa odam kamroq Men foydalanadi. kamroq foydalanaman misol uchun. Nima bo'lishi mumkin? Bilmayman-da. Nima bo'lishi mumkin? Bilmadim. Variant bormi? Savollarning javobini bilganlar kommentariyaga yozib ketamiz. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.